Qo'lingizdan kelsa, qo'lidan kolbasa tayyorlang. 5 marta komment yozdim, lekin aka. Voy, o'zi bitta shu qoludi kolbasaga qo'shmaganim. Qo'ymaysizlar-da. Boshladik. Bizga kerak bo'ladi mol go'shti, tovuq go'shti, tuz, tuxum, muz bo'laklari va maxsus ziravorlar va bugungi eng g'alati ingredient Coca-Cola. Qarang, lekin siz uchun qo'yapman. 5 ta kommentariyingizni hurmati. Bitta muhim joyi bor. Agar kola ko'p solinsa, strukturaga zarar berishi mumkin. Shuning uchun kamroq miqdorda balans uchun ishlatamiz. Hammasini bir xil massa qilamiz, batonlik uramiz va varyonli kolbasa bo'lgani uchun ehtiyotkorlik bilan pishirib olamiz. Lekin haligacha bitta savol bor. Bu yeydigan narsa bo'ladimi o'zi? Kolali kolbasamiz tayyor bo'ldi. Men sizlarga bitta sir ochaman. Ba'zi odamlar go'shtni marinovka qotgan paytda koladan foydalanadi. Endi shu kola kolbasa ichida nima qilganini ko'rib chiqamiz. To'g'risini aytaman, oddiy kolbasadan pashlik farq qilmayapti. Faqat kola hisobiga go'sht ozgina yumshoqroq bo'lgan. Bo'ldi. Keyingisi nima bo'lsin? Sprite'mi, Fantami, Red Bullmi? Faqat obuna bo'lib qo'ying.